Assalomu alaykum hammaga. Bu ko'rib turganlaring o'zini o'zi changlatuvchi gilos. Buni yonida shu bilan teng ekilgan bu valavoy. Valavoyimiz uncha mevasi yo'q. Hozir ikkosini kalibrini tenglashtirib ko'ramiz buni. Ikkosi ham 4 yoshlik gilos. Bu ham. Kalibrga keladigan bo'lsak, bu gilos qo'shmaq bo'ladi, lekin qo'shmaqni ham qaranglar. Mana. Ko'rib turibsizlar, qo'shmag'i ham yetiltirib yuborgan. Bunaqa ko'p bas qo'shmag'i. Bitta, ikkita bor. Endi kalibr. Mana valavoy. Bu Turetskiy o'zini o'zi changlatuvchi gilos. Mana. Ko'rib turibsizlar? Yo'li farqi bor. Valavoy oz olgani uchun yo'li farq qilyapti. Buni qaranglar endi. O'zini qaranglar. Mana meva. Mana shu bitta gilosdagi meva. 4 yasharlik gilosning mevasi. Mana. Mana bunisi. Men to'la u yotibdi. Kalanovidniy bo'lib olgan. Buni qaranglar. Buni ko'chatlaridan bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yil kuz mavsumiga tayyor ko'chatlarimiz bor. 91 674 09 96 raqamlarida bo'lamiz. Bu mevaga bitta like bosib, kommentariyada o'z izohlarini qoldirib ketaverasizlar. Sog' bo'linglar.